Sen bu videoni aynan o'sha pallada ko'rasan. Treyderlik yo'lingda senga eng kerak bo'lgan paytda. Eshit, sen allaqachon foydali treyder bo'lish uchun kerakli barcha bilimlarga egasan. Muammo shundaki, trading hech qachon faqat bilimning ko'pligi uchun mukofot bermaydi. Trading sabrni, izchillikni va intizomni mukofotlaydi. Senda mehnatsevarlik bor, faqat sen noto'g'ri mashqlarni bajaryapsan. YouTube'dagi qanday savdo qilish kerak degan videolarni ko'rishni bas qil. Sen allaqachon qanday savdo qilishni bilasan. Endi izchilligingni to'g'rilashing kerak. Haftasiga 3-4 marta sport zalga bor. Intizomingni tartibga sol. Uyqu rejimini tuz va unga amal qil. Endi sabring ustida ishlash vaqti. Trading bu hayotdagi yagona muhim narsa emas. Shu sababdan treyderlarning 90% muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Sababi ularda bilim kam emas yoki ular kam harakat qilishgani emas, balki ular noto'g'ri metodologiya bilan mashq qilishadi. Har tong o'zingdan so'ra, mening foydali versiyam hozir nima qilgan bo'lardi? So'ng o'sha ishni bajar. Biz foydali bo'lamiz. Chunki bu narsalarni hozir qilishni boshlaymiz. Kelishdikmi?